Do'stlar, hozir san'atkorlar, artistlarni soliq to'lashi to'g'risidagi mavzular ko'tarilib, rosa trend bo'lyapti. Ba'zi san'atkorlar to'lashimiz kerak deyapti, ba'zilari nimaga to'lashimiz kerak deyapti. Bu mavzuni men gapirmayman, lekin to'lash kerak degan tarafdoriman. Men boshqa mavzuni, mana shu mavzuga aloqador bo'lgan blogerlar mavzusini ko'targan edim. Esinglarda bo'lsa, shu mavzuni yana ko'tarish kerak. Mana shu soliq to'lash fonida. Chunki do'stlar, men blogerman deb, xalq dardi, xalq ovozi deb, xalqning nomini sotib, orqasidan muammoli masalalarni olib chiqaman, xalqqa beraman qilib 20 millionlab so'm pul olayotganlar, 50 millionlab pul olayotganlar shartnomaga qo'y qo'ydirib. Ular mana shu pulini, solig'ini to'lash kerak. Hozir ham to'layapti-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, juda aksariyati to'lamaydi. Soliq to'lashligini ta'minlash uchun blogerlarni litsenziyalash kerak. Artistlar nima uchun ba'zilari dodvoy solyapti? Chunki ularning litsenziyasi bor. Artist degan ya'ni hujjati bor. O'sha hujjatdan foydalanib to'yga boradi, konsert beradi, boshqa narsa qiladi. Shularning orqasidan ko'rinib turadi topgan puli. Ko'rinib bilinib turadi. Demak, buni solig'ini to'lash kerak. Ha, blogerlarchi. Men blogerman deganlarni litsenziyasi bori ham bor, yo'g'i ham bor, shalaysi ham bor, valaysi ham bor. Shalay-valay bo'lib ketdi. Blogerlik kisvasi, maskasi ortida xalqni dardi degan shiordan foydalanib, prezidentimizning ochiqlik siyosati degan gaplarini qurol qilib olib, nima ishlarni qilishyapti? Blogerman deganlar. O'shaning uchun o'sha blogerlarni litsenziyalash, tartibga solish, ularni ham topgan daromadini soliqqa bog'lash kerak. O'shanda mana reklamalar uchun ham ma'lum mashhur anaqa bo'ladi, ko'rinadi. Reklamaga pul olinadi, o'sha puldan soliq to'laydi. Zakot to'laydi-ku, zakot o'zini e'tiqodi u. Albatta, musulmon odam puli nisobga yetsa zakot to'laydi. Lekin soliq vaz'iy qonun deyiladi. Buni qadimdan ulamolarimiz ta'kidlab kelgan. Islom ulamolari ham soliqni ham to'lanadi, soliqdan qochilmaydi. Chunki soliqdan davlatchilik shakllanadi-da. Bu hozircha davlatchilikni qovurg'asi to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu boshqa bahs bu. Men misol uchun aynan soliqdan shakllanishligi tarafdori emasman o'zi. Davlatchilik taklif bo'ladigan bo'lsa, masalan, Farobiyni davlatchilik haqidagi fikrlari, Arastuni davlatchilik haqidagi fikrlari, bulardan o'rganib davlatchilikni kelajakda shakllantirish bu alohida mavzu bu. Hozirga tegishli emas. Lekin soliq ustiga qurilgan, soliq bilan shakllanadigan davlatchilikda soliqdan qochishlikdan qaytargan. Hatto Ibn Taymiyya Al-Mazalimul Musharaka degan kitob yozgan bu haqida. Mushtarak zulmlar, ya'ni ko'pga kelgan to'y ma'nosida. Ko'pga kelgan to'y bu, hamma ko'tarish kerak buni. Blogerlar do'stlar, litsenziyalanishligi kerak. Ko'proq shuni olib chiqishimiz kerak. Ana o'shanda saragi sarakka, puchagi puchakka chiqadi. O'qigan, o'qimagan, ya'ni saviyasi bor yo'q, oliy ma'lumotli, o'rta ma'lumotli murojaat qilayotgan odam ham kimga murojaat qilayotganligini ko'radi. Blogerlar PRdan ish ko'ryapti.